Eng yaxshi muhandis ko'rik tanlovida ishtirok etdim va faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va siz tomonidan taqdim etilgan elektromobil sohibi bo'ldim. Va shu kunda bir narsani tushunib yetdimki, taqdirlangandan keyin qo'limga shu elektromobil kalitini olgandan keyin uyga shoshdim. Har bitta farzandni orzusi bo'lgan narsani amalga oshirmoqchi bo'ldim. Ota-onamga taqdim qilmoqchi bo'ldim. Yo'ldagi odamlar avtomobilni to'xtatib, oynadan tushirib qarab, "Sportchimisiz?" deb. Men mag'rurlanib, "Yo'q, olimman" dedim. Va shu paytda bir narsa tushundimki, ota-onamga shu g'olib bo'lganim emas, shu onlar eng qimmatbaho narsa ekan. Ota-onamga shu kalitni qo'limga berganda, ularni meni ilm olishim uchun voz kechgan narsalari to'g'ri ekanligi, meni ilmga berganliklari to'g'ri ekanligini men tushunib yetdim. Shu yosh innovatorlar nomidan shu qaddimiz mag'rur bo'lgani uchun sizga kattakon tashakkur bildiraman. O'zimni Olimpiada chempionlaridek hozir his qilyapman. Kattakon rahmat. Yana bir marta E'zozbek farzandim, avvalambor meni nomimdan bugun ota-onaga katta rahmat deb qo'ygin. Mana shunday seni tarbiya qilganingda sandek farzandim borligidan men ham g'ururlanaman. Rahmat. Sog' bo'lgin, ishlaringda muvaffaqiyat, to'xtamagin.